Mana shu ko'rib turgan narslarni xudo xohlasa bitta. Xudo xohlasa endi ozginagina sendvich panel yetmay qoldi. Ertagalikka xudo xohlasa olib kelib qo'yib beriladi. Sliflarni ham joy-joyiga qo'yib qotirib degandek mana stoykalar yoniga ariq tomonga chiqarib berildi. Buni ham o'rtadan kelib taqqalib ariqqa oqaydigan qilib berildi. Ko'cha tomonga oqishda yo'qotildi. Tayyor mana ariq olib kelib hozirlab berildi. Xohlasa yaxshi kunlarga xizmat qilib, shu soya berib tursin. Stoykalar bu kichkina stoykamiz. Tepadan pastgacha standart. Bunisi katta stoykamiz. Bunisi katta stoykamiz. Tepasi konusli bu. Mana umumiy ko'rinishda ozginagina arka berilgan. Shtobali qor qani yoqqanda unchalik yuk ko'tarishlik hisobiga arka shakli ozgina berilgan. 3 sm berildi 7 metrga. Xohlasa bunday chiroyli ishlarni sizlarga taqdim etamiz. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.